Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Damas avtomobili sotuvga qo'yildi. Ko'rib turibsiz, rangi oq, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari o'rtacha holatda, yangi deb ayta olmaymiz, lekin minsa bo'ladi, yursa bo'ladi. 235 ming kilometr yurgan. Mana shu burchagida kraskasi bor. Propan gaz qo'yilgan. Mashina yurib turibdi, hech qanday muammosi yo'q. Foydalanishga tayyor. Kimgadir shunaqa holatdagi Damas avtomobili zarur bo'lsa, sotib olib mindaman deb yurgan aka-ukalar bo'lsa, raqam qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol savdolashib xarid qilishingiz mumkin. $4600 narx qo'yildi. Mashinamiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida turibdi. Aloqaga chiqib, ko'rishib, gaplashib sotib olishingiz mumkin.